Akalar u bu deymiz-u, lekin alam qilib ketar ekanda, bor-u, ana qiyin kunlaringizda, sinovli kunlaringizda yaqinlaringiz, o'rtoqlaringiz yoningizda turib bermasa. Xullas, TBC bankdan просто bitta sinab ko'ruvchi, qanaqa imkoniyatlari bor ekan, yaxshi bo'lsa ishlataman, yomon bo'lsa ishlatmayman. Просто sinab uchun olib ko'rdim. Osmon kart va kredit kartasi ekan. Lekin gap yo'q, ana pul yo'q payt, oylik tushmagan paytlar, hamma tanishlardan qarz olib bo'lgan paytingiz bo'ladi-yu. O'shanaqa paytda ilova kirib turib bitta kredit kartaga ariza bersangiz, plastigingizga pul aylanmasiga qarab turib sizga limit berar ekan. U limitni bemalol ishlatib yuraverasiz. Bemalol korzinka, do'konlar, magazinlar 55 kungacha qaytarib qo'ysangiz, umuman foiz olmas ekan. Limitimni ishlatib bo'ldim. Yana 55 kun bo'lmasdan qaytardim. O'sha imtiyoz davri ham cho'zilib qoldi. Gap yo'q, lekin hozircha bu zo'r, bizning maishiy hayotimiz uchun zo'r narsa ekan. Mana misol uchun KNMlarga olib bersangiz, ha deb kartasiga pul tashlab yuravermaysizda, bemalol ishlatib yuraveradi. 55 kun bo'lmasdan qaytarib qo'ysangiz, hech qanaqa foiz olinmaydi. Ya'ni 55 kungacha foizsiz kredit ekanda, foizsiz qarz ekan. Sizga ishonib berilgan pul ekanda.